huzurga aylanib qoladi. Demak, qoida eslab qolamiz. Axloq avvalida mashaqqat bo'ladi, ammo keyin bu huzurga aylanadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabr va salot, sabr va namoz bilan madad so'ranglar. Albatta u namoz o'qishlik og'ir ishdir. Magar Robbilaridan qo'rqadigan kishilarga og'ir emasdir. Namozni Alloh taolo og'ir ish deyapti. Sezasizlarmi namoz og'irligini? Namozxonlar sezadimi namoz og'irligini? Nimaga sezmaydi? Chunki axloqqa aylanib bo'ldi-da bu. Aksincha namoz o'qiy olmasangiz yuragi siqilib qoladi. Shom o'tib ketdi. Asr o'tib ketyapti. Endi namozga beparvomisiz? Ikkita namoz qazo bo'ldi, farqi bo'lmayaptimi 3 ta namoz? Demak, hali namozsiz uchun axloqqa aylangani yo'q. Albatta namoz og'ir narsa deyapti Alloh taolo. Faqat axloqli bo'lgan, sabrli bo'lgan, Allohdan qo'rqadigan kishilarga mashaqqat emas. So'rang o'zingizdan, namoz o'qimay qiylanamanmi, yo'qmi? Qiylanamizmi, yo'qmi? Avvalida kishi gunohdan Allohdan qo'rqib o'zini tiysa, axloq darajasiga ko'tarilgandan keyin nafratlanib tiyiladi. Yigit ko'zini ko'chada o'tib ketayotgan ayrim bir ko'rinishlardan majbur qilib tiyadi, qiyin bo'ladi boshida, ammo keyinchalik ko'z o'z-o'zidan qaytaveradi. Harom bo'lgan majlisda turib ketishlik avvaliga qiyin bo'ladi, ichkiliklar bor majlisda, ammo keyinchalik bu axloq darajasiga ko'tarilsa, ikkilamasdan shart turib ketadi. Yolg'on gapirib turib, qo'lidagi molini zo'r pulga o'tkazish imkoniyati bo'lib turgan paytda avvaliga qiylanib bu narsaga amal qilgan bo'lsa, keyinchalik ikkilanmaydi. Mana ishni qilaylik, moncha foiz foyda qolar ekan desa, o'ylanib ham o'tirmaydi. Chunki nima bo'ldi bu? Axloq darajasiga ko'tarildi. Qaysi gunohni osonlik bilan tark qilayotgan bo'lsak, demak, mana shu narsa biz uchun axloq darajasiga ko'tarildi. Endi qaysi narsadan o'zimizni qiyinchilik bilan tiyayotgan bo'lsak, demak, hali bu nima bo'lmadi? Axloq darajasiga ko'tariladi. Insonlardagi tabiatlar, xarakterlar. Agar palonchi iymonli bo'lmaganida, mana shu xarakteri bilan juda rasvo odam bo'ladi. Shu xarakteri chataqli shu odam. Shu iymon bor, iymon ushlab turibdi buni deb qo'yasiz. Odamlardagi xarakterlar. Uhud tog'i o'rnidan jilibdi desa ishoninglar, o'zi jilmaydi. Ammo bir odamni sajiyati, xarakteri o'zgaribdi desa ishonmaylar deydi.